mis zapravkasini, mis o'sha oyoq ishni rahbarlarini sudga berishi to'g'ri tanlov bo'lmagan, to'g'ri yo'l bo'lmagan, yutqizishi aniq. Hozir apellyatsiya bo'ladi, unda ham yana Kusherbayev yutqizadi. Buni bilib turib qilyapti menimcha, biladi buni. Keyin taftishga beradi, unda ham yutqizadi. Chunki bitta narsa bor, esdan chiqarmanglar. Konstitutsiya ustun turadi, qarordan, qonundan ustun turadi degan narsani tatbiq qilishyapti-yu. Bu Kusherbayev aslida mis zapravkasini yoki qaysi zapravkani sudga berishi to'g'ri emas. Yutqizishligi aniq bu yo'nalishda. Qonunni chiqargan tashkilotni sudga berish kerak. Agar to'g'ri yo'ldan yuraman desa, o'sha zapravkalarda naqd pul olmasdan faqat kartadan yoki kartaga pulni o'tkazib o'shandan to'lashlik yo'nalishi to'g'rimi desa, buni o'rganib chiqish kerak. Men biroz o'rgandim. Men bilgan, taftish qilib topgan narsa shu. Zapravkalarda o'g'irlik benzinlar bor. Sifatsiz benzinlar sifatli benzin qilib qo'shib, boshqa joydan o'g'irlab olib kelib sotilayotgani xabari bor. Neftlar o'g'irlanib, benzinni qo'lbola qilib yasab sotayotganlar bor. Kontrabanda orqali olib kirib sotayotganlar bor. Bularni 12% boji bor va shunga o'xshagan ko'p to'lovlari bor. Ularning hammasi bu kontrabandistlarning cho'ntagiga ketyapti. Xalq, bizning pulimiz ularning cho'ntagiga ketyapti. Buni nazorat qilish uchun mana shu qonun chiqarilgan, hammasi kartaga to'lansa, kim qayerdan qancha quygan, zapravkada qancha bor, hammasi ko'rinib turadi. Nazorat qila oladi. O'g'irlik, sifatsiz benzin mahsulotlariga chek qo'yiladi. Naqd pulingiz yo'q, bo'lsa ham naqd pulingiz bor, kartada pul yo'q, to'lashga qiynalyapman. O'sha joyda paynetni qo'yib qo'ygan yoki bitta apparatni qo'yib qo'ygan, unga tashlasangiz 1,5% pul yechib olyapti. Davlat qonunchiligida mana shuni nolga tushirish kerak. Endi ular ham xususiy, paynetchilar ham xususiy bo'ladi. Yoki alohida benzin uchun karta ochish kerak, cashback o'shanga alohida tashab berish kerak. Uni to'lovini, pulni unga aylantirish to'lovini bank sistemasida qandaydir yechish kerak. Xalqni zimmasiga yuklamaslik kerak. O'tdan 1%, 1,5% cashbackda qaytaryapti ekan, 1% cashback qaytarar ekan. Lekin o'sha 0,5% ham yutqazmaslik kerak. Muammo shunda yechiladi. Endi Kusherbayevning bu qilayotgan ishi xalqni o'ylab qilayotgan ish deb juda PR bo'lyapti. Lekin Kusherbayev yurist odam, bilish kerak, bu asosda yutolmasligi aniq. Sud tizimini ishonchsiz, adolatsiz qilib ko'rsatishga urinish borga o'xshayapti meni ko'zimda. Sudyalar mis zapravkasini xodimlarini javobgarlikka torta olmaydi. Ular ham qonun chiqarilgan qonunga ko'ra amal qilyapti. Qonun noto'g'ri desa, qonun noto'g'riligiga zapravkani egalari javobgar emas. Mana sodda shu.